Hammaga assalomu alaykum. Bu video juda ham manfaatli bo'ladi. Bu videoyimdan keyin juda ko'p dokument qiladigan akalarim mendan xafa bo'ladi, lekin ularning xafa bo'lgan ikki ko'tiga meni 100 ta dokument qiladigan yomon ko'rgandan ko'ra 300 mingta, 500 mingta, 1 millionta o'zimizning musofir akalarim, uka rahmat deb poddesh qilib qo'ygani menga 1000 marta, million marta yaxshi. Xo'p, Rossiyaga kelib dokumentalniy выдворение boshqa narsa bo'lmasdan ishlash uchun nima qilish kerak? Xo'sh, uning uchun birinchi bo'lib rus tilini bilishingiz kerak. Har holda muloqot darajasida rus tilini bilishingiz kerak. Ikkinchisi, uydan Rossiyaga chiqayotganda Rossiyaga borib nima ish qilaman degan mana miyalarga kelsin. Rossiyaga borib nima ish qilaman, kim yoniga ketyapman degan narsani keltiringlar. Keyin Rossiyaga kelishinglardan oldin nima ish qilishingiz, работодатель bilan gaplashishingiz, u sizni ofitsialniy ishga oladimi yo'qmi, shu to'g'risida polniy ma'lumotlarga ega bo'lib olinglar. O'zbekistondan kelib patentga dokumentlar topshirib, patentlaringizni olganingizdan keyin работодатель misol uchun sizga трудовой договор qilib, sizga налог to'lamasa, siz annulirovан bo'lib ketasiz. Patentingiz annulirovан bo'lib ketadi. Nimaga annulirovан bo'lib ketyapti? Buni sababi sizga налог to'lamagan, davlat bojini to'lamagan. To'lamagandan keyin sizga pensiya bormaydi, sizdan ham o'sha foyda kam, u yana работодатель yana sizga pul to'lamayapti. Xullas shunaqa kasha bo'ladi, shundan annulirovан patent bo'lib ketadi. 2025-yilda juda ko'p odamlar трудовой договорda muammo bo'lganligi uchun juda ko'pchilikniki annulirovан bo'lgan, annulirovан bo'lmay qolganlar mana 2026da отказ patent bo'lyapti. Shaxsan men o'zim kecha Saxarovada ham bordim, bitta-ikkita ishlarni hal qilishga, o'zim ishlarimni ham hal qilishga bordim. Juda ko'p odamlar patentini ola olmayapti, eshikdan qaytarib yuboryapti. Senda bunaqa muammo, senda bunaqa muammo. Xullas hammada muammo, lekin nima qilish kerakligini, qayerga borish kerakligini aytmaydi. Ularda ham vaqti yo'q. Siz bilan gaplashib o'tirmaydi-yu, muammoyini hal qilib deb jo'natib yuboradi. Shuning uchun Rossiyaga kelishdan oldin yaxshi bitta ish topinglar. Dokumentalni ishga oladimi? Bo'ldi. Трудовой договор qiladimi? Bo'ldi. Ishonmanglar, men seni qassobxonaga трудовой договор qilib beraman, yuraverasan, unaqa bo'lmagan narsa. Bu qassobxona sizni dokumentingizni o'ziga оформить qilib, sizga davlat solig'i bor, daromad solig'i bor. Sizga daromad solig'i to'laydi deb o'ylaysizmi? Bir marta 5000 ga трудовой договор qildirasiz, u har oy sizga 3 oydan nomingizga pul to'laydi deb o'ylaysizmi? Shuning uchun ko'zinglarni ochinglar. Ofitsialniy ishlagani kelinglar, libboy joyga, magazindan tortib chorvagacha. Ofitsialniy трудовой договор, sizlarga pul tushsin, davlat solig'i tushsin, patentni vaqtida to'laylar. Aminaga har 3 kunda kirib turinglar, zo'r bo'ladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Birovga aldanib Telegramda gruppalardan qanaqadir reklamalarga ishonib kimlardir pul tashab kasha qildingizmi, o'sha bo'ldi. Faraz qiling, siz Rossiyada o'sha uzoq qola olmaysiz. Shuning uchun ko'zinglarni ochinglar.